Lan koyup bir ana. Tezde, beni sarı kaşan toşup kaldı. Hey! Ameliyette ben guvarlıktan düştüm. Nahit korkumu. Eğer ben guvarlıktan ötmesem, belki mürekkep sorularına cevap verişten kutulup kalamı. Bu mümkün emas. Oldu kız. Sen bizni temkin bulunlar degen. Voy, nimandaq put ko'ygan to'g'idek mengib yuraysiz, uxlamamsiz? Siz kirib uxlashtiring, men sal turib uxlayman. Hatırlayacağım bu. Hazırdan başlap hiç kim Voy, yaxshimisiz? Javob bering. Ha, men do'stingiz Almiraning vakolatchi advokati. Ishkanlarning qarz pul mojarosi to'g'risida siz bilan yuzturan so'zlashib baqay dedim. Nima? Olmira? Uningda 100 ming so'm qarz pul olganim rost. Biroq pulni allaqachon qaytarib bergan tursam, yuzi chidamasdan yana pulning gapini qilayotganini. Ha, Xalida xonim. Biz advokatlar havola qiluvchilarga vakolatdan ish qilamiz. To'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Almirada sizning qarz og'irlik hujjatingiz bor ekan. Sizningmi o'zingizni aqliyolg'idek bir pakitingiz bormi? Chunki qonun dalil isbot qilish ishinidir. Agar sizlarning ishinglarni sud sirtida hal qilishga imkon bo'lmasa, sud orqali bir taraf qilishga to'g'ri keladi. Bo'ladi. Oldi bilan ikkimiz 100 tirani ko'rishib, konkret ishlar to'g'risida tafsiliy paranglashib baqsak qandaq? Qo'shilaman. Atdegan soat 9 da sizni intizor choyxonasida saqlayman. Biroq biz tanishmaydigan tursak. Balkim men sizni tanishim mumkin. Xo'sh. Xo'sh. Sizmidingiz? O'ylamagan bo'g'aydingiz. Bu yerda qayta uchrashib qolishimizni xiyolimga keltirmabdi ekanman. Balkim bu taqdir bo'lsa kerak. Raqiblar tar yo'lda uchrashdi desak, muvofiq bo'ladi. Oldin qatim yuz bergan ishni o'ylasam to'liq afsuslanaman. Biroq u ishga qarata mening o'zimga kuchli sababim bor. Anglab boqamsiz. Qani so'zlang. Mineral suvga haqiqatan husizlantirish to'g'risini men seliyotgan. O'ylab beqim. Men bir yosh qiz tursam, azaldan tanishmaydigan bir er bilan bir yotoqda yatsam, oqibatning qanday bo'ladiganligini tasavvur qilib bo'lamdi. Shu chaqda men sizni sinab baqqan. Hissiyat jihatda sizning yaxshi odam ekanligingizga ishonsam-mu, lekin yana qo'rqandim. Siz shu chaqda hech qanday ishning yuz bermasligiga kafolatlik qila olmadingiz. Meningda hargizmi yomon g'araz yo'q edi. Oqibatning uncha vala yomonlashib ketishini o'ylabmi ko'rmagan edim. Sizni ilgari tanimasam, sizni hech qanday o'ch adovatim bo'lmasa, nemishqa sizni bekodilla ziyonga uchratqudakman. Odam har qancha oliyjanob bo'lsa-mu, ozmayman degil bo'lindi. O chaqda sizga ta'sir ishonch qilamagan edim. Keyin sizni izlab tepib, bu ishni tushundiray deb o'yladim-yu, biroq jur'at qilolmadim. Bu gaplaringizga xeyli o'rinliq.
Lekin kiyim-kechaklarimni nima ishga soldirib o'tasiz? Nima ishga biz qip yalang'och holatda yetib qoldik? Bilmayman. Chunki u chaqda men huvsizlantirish to'g'risini ichib bilib hushimni yo'qotgan edim. Siz nima ishga chiqsiz? Sizni zaharlab o'zim saqqasam to'g'ri bo'lmaydi-da. Yanchog'imdagi bir necha yuz so'm pul atis qarsam yo'qtirdi. Meningcha yilqi ayol xo'jayin pulga ko'z qizirib kiyim-kechaklarimni soldirib atgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Meni yanchog'imdagi pullarni yo'qtirdi. Lekin kiyim-kechaklarimizni soldirib atmasimi, pulni ala olaydi. O'ylab baxmamsiz. Bizni ashundaq sharmanda holga tushirib qo'ysa, biz uningga pulimizni ilib olsan deb so'z aytishga petnalaydiqmi? U nihoyatda ustalik bilan bu ishni planlagan gap, Xudoga shukr. Elim yaxshi bir tunish odam meni shu holda ko'rib qolmabdi. Bo'lmasa men degan bir qiz bola tursam, oqibatim qanday bo'lib ketar edi. Shuni sizni tashlab ketib qolgan edim. Undaqda Gulnaz degan ismingiz yolg'on ekan-da. Yolg'on emas. Har ikkil ismim rost. Men tug'ilganda ota-onam ismimni Gulnaz qo'yibdi ekan. Keyin ular ajrashib ketib, meni opamning ota-onasi beqibdi. Dadam mening beqish pulimni bermagandan keyin cho'nglarning ochiq kelib ismimni Xolida yutib oldi ekan. Shunga men odatda har ikkil ismimni qo'llanaman. Har ikkil ismimni yaxshi ko'raman. Bo'ldi. Endi bu gaplarni surishtirmay, asli gapga kelaylik. Almira bilan o'tirganlardek muomala zodi qanday ish? Men unga ayni vaqtda pulni o'sma bilan qaytarayotgan edim. U hujjatni og'ish kelmabdiman dedi. Men kerak yo'q, ishimiz degan yaqin do'stirsak, qaytib berib hujjatni yirtib bo'ladi degan edim. Lekin uning bunday yuzsizlik qilishni o'ylamabdi ekanman. Hamma ish o'zimning boshqalarga bak ishinib ketganligimda. Almiraning bunday qilishi yo'lsizlik ham paskashlik. Qonun adolatni yo'qlamdi. Siz pulni qaytargan vaqtda yaninglarda boshqa odam bormi? Yo'q, faqat ishimiz bor edi. Siz Almira tarafda emas, men tarafda turgan bo'lsangiz sizdan ko'p minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Men bir advokat. Har bir advokat paket qishinidir. Hozirgi ahvolda sotga chiqib qolsak, vaziyat sizga foydasiz. Shunga siz Almira bilan chiroyliqcha so'zlashib, bu ishni sot sirtida bir taraf qilib o'tishinglarni tavsiya qilaman. Mening sotga chiqishda hech qanday tajribam yo'q. Sizdan boshqa bir advokatni tanimayman. Menga ko'proq yo'l ko'rsatib, yordam qilishingizni umid qilaman. Bu zada nima qilganingiz? Almira tarafda emas, balki men tarafda turishingizni umid qilaman. Siz meni setib olmoqchimi? Bo'lmaydi, xonim. Qonun isbot qilishini. Bilib qo'ying. Men sizdan yaxshi advokat topa olmayman. Efendim, hisobat qilib etdim. Hay, oshqan pul. Bo'ldi, qaytarma.
Voy, baqirdimi? Men shu. Bizning uyga bir kelib ketsang bo'pti adash. Sendan so'raydigan muhim bir ish bo'pti. Hozirlik boray. Ma'qul. İş yo'q. Ha, baqirdi. Tinchlikmi? Qanaqa ahvoling? Yaxshimi? Yaxshi. Kela. Kela. Shuncha jiddiy nima ishdi adash? Sen bir chaqda bosma zavodida ishladim deganda qilyotding. To'g'ri, bir necha yil ishlagan. Undaqda ish qog'ozining ostidagi sansiferlar nimani ifodalaydi? Aniqil turmamdi. O qog'ozning zavoddan beslib chiqqan vaqtini bildirdi. 2001-yili 2-oyning 1-kuni bosmadan chiqibdi. Tiraj 5000 ga. Tova. Qara. Bu hujjat 2000-yili 10-oyning 15-kuni yozilibdi. Lekin bu qog'oz 2001-yili 2-oyning 1-kuni bosmadan chiqibdi. Gumonim to'g'ri chiqdi. Bu hujjat saxt ekan. To'g'ri. Bu qog'oz zavoddan chiqmay turib 4 oy burun hujjat yozilibdi. Demak bu saxta degan gap. Bu ish meni sarosima eksilib, gangirtibla qo'ydi. Endi tushundim. Har ikki qizning deganlar butunlay yolg'on. Ular mening yuzimni tushirmoqchi. Obro'yimni to'kmoqchi. Lekin nima uchun? Ular bunday qilib nimaga erishmoqchi? Bu ishning tagiga zotli yetamadim. Mudir, biz televiziya stansiya qonun maslahatchisi programma gruppasidan. Men qonun gazeti o'qirmanlar ovozi sahifasining muxbiri. Aha, yaxshi, yaxshi. Biz tomoshabinlarimizning qonunda maslahat so'rab yozgan savollarga maslahat berishingizni so'rab ziyorat qilib keldik. Bo'ladi, bo'ladi. Men bu vaqt sizlarga ozroq so'zlab beray. Kiring. Yaxshimisiz? Men sizga topshirgan heliqi deloning ahvolini bilmoqchi bo'lib kelavedim. Bu delo nima ishlayamagidekmi? Eng yaxshisi boshqa advokat deb bering. Voy, chaqchaq qilmayotgansiz? Sizning chiroyingiz kishini mabtun qilgandek chiroyli bo'lgani bilan ishchingiz zahardan ochiq ekan. Siz atalmish Xolida bilan birlashib, meni nomimni bulg'ashni shundoq oson deb o'ylamsiz? Men qonun sepida ishlayotgan necha yil bo'ldi. Nurg'ulga issiq sovuqni beshimda o'tkazdim. Sizlarning ballochi qilayotgan o'yininglar men uchun qanchalik ishdi? Tushundingizmi? Nimalarni deb jo'ylayapsiz? Bir necha oydan beri mening bugun tunji qitim qo'shal bo'lishim. Sizlar o'zinglarni aqlli chaqlab qilayotgan ishinglar ballochi bo'lib qopti. Xolidaning hujjati 2000-yil 10-oyning 15-kuni yozilgan. Ammo sizlar ishlatgan ish qog'ozi 2001-yil 2-oyning 1-kuni bosmadan chiqqan. Bu nimani tushuntirdi? Siz zot nima demoqchi? Men shuni demoqchi. U Xolida ishkanlar birlashib yasagan yolg'on hujjat. Men hech tushunmadim. Xolida nima uchun menga yana bir qitim ziyonkashlik qilishga urinadi? Siz buni nimishqa bundoq bo'lmag'ir ishlarni qilishga yordamlashsiz. Samingizga shuni deb qo'yay. Kishiga qilsang o'zingga yonar degan gap bor. Eng yaxshisi bu ishlarni yig'ishtirib o'ylanglar. Hujjatning ko'paytirilgan nusxasini sizga qaytarib beray. Belgilimida havola qiluvchining isboti yolg'on bo'lsa, advokat kelishimni inovatsiz qilib o'tishga butunlay huquqliq. Men sizga hujjatning asl nusxasini bersam, men ko'paytma nusxasini beryapsiz, ha? Mana endi tushundim. Siz mening advokatim turuqliq, nemishqa qarshi tarafning degini bo'yicha ish qilasiz. Chunki gelingiz maylandi shundaqmi? Nima deb o'ylayapsiz? Bu delo kelsak, bu shundoq murakkab ish. Xolidaning og'alig'ingizni meni bilmaydi deb aytamsiz? U choyxonaga men borgan tursam, yenimda Birdam saqlab tursanglar, men chiqib kiray. Mana ko'ring-a.
Sultanın obrazıga dağ düşediniz. Halide'nin pulunu elip onun kepini çapmakçı buluvatsınız. Hüccetni-chi keyin o'zim to'liqlab yozdirib olgan. Biroq siz hujjatni yolg'onga chiqarish uchun burun yozganni shu deb turib oldingiz. Ajiba 100 ming meni qon tari bilan topgan pul emasmi? Halide ayoli va bir advokat bilan yaqin munosabatda o'tyapman degandi. Aslida uning degani sizga. Sizdek bir chakin odamni advokat qilib tanlagandan keyin menimi ko'zim ko'rgan. Siz hujjatning asl nusxasini qasddan yo'qotib etib, menga ko'paytma nusxasini qaytarib beryapsiz. So'chidan anglashimcha, qarz oluvchi iqror bo'lmagan ahvol ostida hujjatning ko'paytma nusxasi inobatga ilinmaydi ekan. Men sizlarni bu advokat ishoninglarni arz qilib, sizni ishdan bo'shatayman. Deganlaringizni g'ani rostmi? Sizlarga bu yerda men bor. Bizga tushuntirmagan bo'lsangiz. Kim sizlarni bu kirsin dedi. Chiqib ketinglar. Chiqinglar. Chiqishmabsizlar. Bizga bu ishni bir tushuntirib Yo'q. Chiqish. O'tgan xalq bilan bir karvatda yetib o'shingdan ketding. Buni az degandek yana xalqning pulini elib kishilarning oldida rasvoyang chiqib, chavang chitga elib ketding. Men sana chiqdim tushuntirma. Undaq tushuntirishingni nega Beshingni bo'lsa? ortmag'ina. Beshing og'rib ketdimi? Tafsili xabar ko'rsatamiz. Havola qiluvchining aytishicha, bu advokat qarshi tarafdan pora olgan. Shuning bilan havola qiluvchiga yolg'on aytib, qarz hujjatini yo'qotmoqchi bo'lgan. Buning bilan havola qiluvchi advokat ustidan arz qilmoqchi bo'lgan. Xabar ko'rishga bek omraqding-ku. Qarig'ini aptinga suv uchishga mushuk o'xshab qolganingni. Og'zingni jumsoq yo'q. Nima? Og'zingni jum? Bilib qo'y, mushu ishlarning hammasini o'zing tergan. Hamda-chi, meni chidg'ichiligim qolmadi. Bu o'ynamni o'zing tut. Men ketaman. Qanday qilsa qilavay. Bizden sud görüşeyli. Sen bile acı içmen. Zühre. Pul ve ayollar bu advokatni yo'ldan chiqardi. Bu maqolani ko'rgansa, u endi butunlay tugashdi. Ola emas, bizmi tugashdi. Advokatlik o'rnimizmi tugashdi. Uning dastidan bizning nomimizmi butun jahon ketadigan bo'ldi. Bundan keyin hech kim bu yerga ishga kirmaydi. Shuning bilan bu advokatlik o'rnini topishga majbur bo'ldi. Bizmi ishsiz qolamiz. Şimdi koyup hatırcam oltağa akşamapsa. Müdür, lan, bu degap qilma. Senin gapingni anglag'im yo'q. Sening ishingga bizmi chetilib qoldik. Sen hammamizdan istiqbolli o'ltirding. Sen ishdan bo'shatilding. Sen nasbas qurni, ikkinchi ko'zim ko'rmisan. Müdür. Yaxshimisiz İskender? Biz advokatlarga chiqarib ko'rishga umid qildik. Sizning advokat qilishingizga ish bo'lmoqchi. Shunday qilib, ayolim bilan ajrashib ketdim degan. Men ayolim bilan emas, ayolim men bilan ajrashib ketdi. Ortiqcha o'ylab ketma, adash. Xotin kishi degan bog'i tepilibdi. Biroq xotinim hech qanday tushuntirishimni anglamadi. Qo'sha.
Şu kızlardan çokum hesap alaman. Voy, voy, Gulnazma, voy, Xaldama. Voy, siz kim? Yaxshimisiz advokat? Men Almira. Anlasam sizga bek uvol oldu. Şun sizden apo soraydı telefon urgan. Kechiring. Voy, Almira, siz nerede? Siz bilan ko'rishay dedim. Voy. Voy, telefonni qo'yib yotmang. Voy. Yaxshiroq parangizni o'zi keltiring. Xo'jayininglar ko'rinmaydi. Qaragan siz bizning xo'jayinimiz qiziqib qolgan o'xshamamsiz, lekin avval bo'lmay u har qismi siz bilan ko'rishmaydi. Xo'jayininglarni taqil bo'ladi. Buni so'rab nima qilsiz? Boshqa narsa Yo'q, boshqa narsa demaysiz. Rostini aytsa, xo'jayininglar qiziq. Keling, so'rashga qilamiz.
ayol xo'jayinning paranoyasini ekanligini, ilgari olimning qattiqligini bilmay, uning holi sal istinarek. Cho'ng bir boshliqning o'g'li uni yaxshi ko'rishini talab qilsa, uni qilib kerak. Yana mushu atrofda o'zini bir sanab yuradigan Rali ismli ko'rlikchak uni shuncha qo'g'lashgan bo'lsa-mu, naqsiga yetalmagan. Shuna u yukchak ko'ngli degidek duyaga kelib qaraq ichib, jidal chiqirdigan bo'ladi. Uyga ketdi. Rali degan yukchak yana jidal chiqarmoqchi bo'lyapti. Çakırı, İsbur. Hocayını çakırda oturun. İsbur. Yana haraq ichib jidal chiqarib keldingmi? Ko'zimda yo'qol. Canlı. Başka öde koyacaksa. Seni. İş bana baskın çıkardıkını. İş bilmeydi o. Kılanmağa. Yapacak son gene. Üretmeydiğen bolsan. Yaklaşa. Bu sözünü de tarafından bulmak mı? Seni öğretmeydim ben. Axir o'shangiz keldingiz. Siz uysiz yotqali 5 kun bo'ldi. Ayolingiz pek kuyimchankan. 5 kundan beri kech-kunduz uxlamaydigidek holingizdan xabar oldim. Nima? Mening ayolim. Shundaq. U tozliq uyiga chiqib ketgan. Hozirlik kiradi. Sizlar paranglashinglar. Men chiqay. O'shingizga kelibsiz-da. Necha kundan beri olimdan xabar olganingizga rahmat. Rahmatni menga emas, doktorlarga ayting. Ular sizni jiddiy qutqizolmagan bo'lsa, shu chaqchayib turamaydingiz. Bo'ldi. Bu gapni keyin deyishayli. Siz yaxshi dam olishingiz kerak.
Xo'sh xabar. Doktor sizni atil balnisdan chiqsa bo'ladi deydi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Siz bilan ayrim paranglashqim bor edi. Sirtqa chiqsaq qandaq? Bo'ladi. Jiring. Gapim badavatatdingiz. Shundoq. Lekin gapni nerdan boshlashni bilmayapman. Amsi men boshlab beray. Sizning mayxonadan bu tunuqsiz savdiyasini kelishingizga maqsad haqiqiy ahvolni egallash, mening sizni vayron qilishimning nima uchunligini aniqlash. To'g'rimi? To'g'ri. Sizga haqiqiy ahvolni so'zlab bermasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Men bir yezida namorat o'qituvchi oilasida tug'ilgan edim. Turmushimiz behmi qiyinchilikda o'tdi. O'rta maktabda o'qiyotgan chaqlarimda dadam mashina vaqasida qazo qildi. Shu bir mashinasini g'arq masalada haydagan ekan. Lekin uning iqtisodi va aqterga kuchli bo'lg'ashqa oqibat barliq mas'uliyat dadamga ortilib qo'yildi. Shu chaqda men o'zimga kelgusida cho'qim sudchi yoki advokat bo'laman, ishlarni qonun bo'yicha odil va haqqoniy bir taraf qilaman deb va'da bergan edim. Shu arzuyim bo'yicha tirishib o'qib, oxir qonun fakultetiga o'qishga kirdim. Lekin oilamizdan meni o'qitgan iqtisodiy ahvoli bo'lmag'ashqa urug' tuqqan al-mahalning yordami bilan o'qishga keldim. Shunday qilib, kanikul vaqtida o'qish rasxodiga pul tepish uchun bir joydan xizmat tepib ishlash qaroriga keldim. Shu arada mendan 2 yil burun o'qishga kelgan bir qiz bilan tanishib qoldim. U meni bir tanishxonaga tanishtirib qo'ydi. Lekin ishga tushgan birinchi kuni kechda o'zim hamon oyoqxonasida. Mana bir lechak bosqinchilik qildi. Shu chaqda saqchilar o'zim hamon tekshirishga kirib qoldi. Saqchilar bilan birga bir muxbir bor edi. U meni yig'lab o'tirgan vaqtda suratga tortib oldi. Muxbir meni Parij qatoriga chiqarib, ishning tek-tekini aniqlamayla suratimni qo'shib gazetda maqola e'lon qildi. Meni xalq olam ichida sharmanda qildi. Maktabda meni o'qishdan to'xtatdi. Bichora opam bu ishni anglab, nomus kuchida dori ichib oldi. Men uylanmoqchi bo'lgan edim. Yiliqi muxbirdan o'ch elish xiyoli meni o'ldirishdan to'sib qoldi. U muxbir dalsiz. Nima? Siz mening istiqbolimni, oilamni, barlig'imni vayron qildingiz. Men sizni vayron qildim. Mana endi biz tanglashdik. Biroq men sizning odamgarchiligingizga qarzdor bo'lib qoldim. Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, yelqilishchak, pichoqni menga tiqatdi. Biz tunji qatim ko'rishgan chaqdilar. Men sizni bir yerda ko'rgandek his qilgan edim. Lekin darrov esimga oldim. Aslida siz men sizning eski odam emasligingizni biletdim. Lekin o'zimni faqat kontrol qilolmadim. Bu qitimqi ishdan keyin sizni texmi yaxshi tushundim.
Şuna qilgan atganlarimga pushaymonmi qildim. Siz doktorxonada beyosh yotgan vaqtingizda haqiqiy ahvolni aytib, sizni aqladim. Sizning advokatlik kinishkingiz qaytirib berildigan, qaytadan taklif qilindigan bo'ldingiz. Bu rostmi? Rost. Sizdan bir ishni so'rsam bo'lamdi. Qani so'rang. Mineral suvga kuchsizlantirish to'g'risini rastsiz sog'anmi? Jiring. Yo'q. Yilqi xo'jayin ayol sağın. Lekin shunday qilishga men o'rlashtirgan. O ayol mening shiram tuqqanim bo'ladi. O ayol yosh vaqtida artist bo'lgan. Shu chog'dagi ishlarni gazet xabar qilganman men. Demak, barliq ishlarni birma-bir planlab o'rlashtirgan. Dalman. Sizdan rostli kechirim so'rayman. Meni kechiring. Aras, yilqi vali degan lüchchakmi qo'lga ilindi. Men o'zimning iqtidorini yuqori chaqlab, ishni tek-tek yetmay, amniyatga sodiq bo'lgan asosda haqiqiy chinlik bilan yozman deb o'ylab ekanman. Biroq sizni vayron qildim. Siz meni afv qiling. Bo'ldi. O'tgan ishlar salavat. Aras, sizdan so'rab oldigan yana bir ish bor. Yilqi Almira degan qiz sizning Almira shu topda bizni saqlayotgan bo'lishi mumkin. Yaxshimsiz. Sizdan afv so'rayman. Sizga ko'p avarchiliklarni olib keldik. bu avarchilig'ingiz pek ig'ir bo'lib ketdi xonim. Gulnaz bilan ishimizni afv qilsangiz, siz bilan o'tirimizga uqishmaslikni tugitib, do'sib qolsak demoqchiman. Ikkinglar bu o'yinni nihoyat chiroyli o'ynadinglar. Men ikkinglarga haqiqatan qo'l qo'ydim. Sizni nima deb chaqirsam bo'ladi? Gulnaz deymi yoki Xolida deymi? İxtiyoringiz, lekin Xolida yolg'imi? Tushundim. Gulnaz, men gunohimni yuvish uchun o'zim pul chiqarib sizni siyosiy qonunda o'qitib, orzuyingizga yetkazish xiyolida bo'laman. Lekin men u orzuyimdan voz kechdim. Hozirgi orzuyim sizni ustoz tutib, axborotchilikni o'rganish. Bu oxirgi nishon. Undaqda hozirgi nishoningiz-chi? Sizning uyingiz. Nima? Mening uyim? To'g'ri, sizning uyingiz. Bugundan boshlab menga har kun kechda axborotchilik kasbidan dars o'tasiz. Qanday? Qo'shilasiz? Amisi deganingizdek bo'lsin. Lekin chinlikqa sodiq bo'lishingiz kerak. Siz sodiq bo'lsangiz, men menga sodiq bo'laman. Yana kichikgina bir masala bor. Qanday masala? Ben yana bir qatam sizning to'g'ringizga tushib qolmasman. Xotirjam bo'ling. Amaliyotni allaqachon sizning to'g'ringizga tushib bo'lgan.